Hozirgina qo'limizga Xiaomi'dan 13T deb nomlangan modeli kelib qoldi. Sразу buni PUBG yuklab ko'rdik va PUBG da test qilish niyatida sizlarga hozir videosini qo'yib beryapman. Birgalikda ko'ramiz FPS necha. Hop, ko'rishinglar mumkin, PUBG da 120 FPS da bemalol ishlab beryapti. Ushbu apparatimiz Xiaomi'dan 13T deb nomlangan model. Holatini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam qisqachagina ideal holatda saqlanib qolgan ekan, hech qanday aybi nuqsoni yo'q ekan. Biroz mana shu kamerasining ramkalarida ishqalanish bor bo'lgan ekan. O'tgan joylar ko'rinib turibdi. Shu sababdan telefonimizni biroz arzonroq olib qoldik. Biz ham sizlarga arzonroqqa berib yuboramiz. Korobka dokumentlar bor bo'lgan ushbu apparatimizni $248 ga berib yuboryapmiz. Ideal holatda bo'lganlari hozirgina bozorda 280-300 atrofida sotildi. Guvoh bo'ldik, o'zimiz eshitdik sotganlardan. Biz esa bu telefonni $248 ga berib yuboramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib qo'yinglar. Albatta garantiyasi bilan birgalikda beramiz. Agar siz boshqa viloyatda bo'ladigan bo'lsangiz, pochta orqali dostavka qilib yuborishingiz ham mumkin bo'ladi. Manzilimiz Namangan shahar, Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz. Kстати, giroskop ishlarmikan bu telefonda? Hop, giroskop ishlar ekan. Normalniy. Hop, bir til qo'yganda, znash giroskop albatta ishlaydi, podдержка qiladi. Shu telefon $248 bo'ladi, giroskop bo'lmasdi menda. Xullas, mana shu telefonimizni kimga qiziq bo'lsa, shu nomerlarga aloqaga chiqinglar. Qo'shimcha ma'lumot uchun shu nomerdagi Telegram orqali bog'lanib, so'rab bilib olsangiz ham bo'ladi. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.